今天开这个会，想必大家都清楚，明年就是全国脱贫攻坚的决胜之年。最近，我们管辖区的居民巴拉蒂大哥的钱被骗了，现在失去了收入的来源，全家都面临失业。我们努力了这么久，终于解决了就业的问题。但是现在呢，我们要重点解决巴拉蒂哥的困难。我应该从哪里、怎么做？哎呀，我就想听听大家的建议。Oi, mana. Wah, kanka berat terus. Oh, Yaxshi maqta tudaman. Voy, nimada bir narsa ko'tarib yuribsiz deyman. Yaxshi. Keling, sabah Qani, o'ta. Sen o'ta. Keling. Yaxshi tudingmi-da? Yaxshi. O'zimsan, belgilab ketdimi? Ha. Qaynonam sal mijoz yo'q bo'lib qolibdi ekan. O'g'limni olib ko'raklaydi. Yaxshi o'tdi. Qanday adash, o'zingning ishlar yaxshimi? Yaxshi adash, yaxshi. Sen shu adash erka uzun bo'ldi ko'migiga. Yomon emas qo'dash ishlarimiz. Aldirashib ketdingmi yo? Herhalde buldu. O'zing yaxshi bo'lib qolsa, chiroylaring paqirab juma adash, ha? Qanday qilamiz adash endi? Xo'sh. Çay içing. Qani. İşte ötediken endi. Ağinlar. Men mushu bir ömür pul tepish yo'lida pulni qovlabla o'tibdiman. Lekin boy ololmabdiman. Buning sababi nima ekan desam, men to'g'ri pul tepish yo'lini tanlayolmabdiman. Qo'limga pul kirgandan keyin kallam qizib ketib, kallamni ishlatmay, bir non topsam birni dapchalab, buzib, chechib, o'ynab tugitibdiman. Ati bo'lmasinki, pul topquchi aql top degan gapi rost gapkan juma. To'g'ri. Amaliyotda to'g'ri yo'lda mengib, bu pulni vaqti topqini bo'ldi ekan aslan. To'g'ri dedim adash. Mush o'zimning kechirmishlari, o'sha har birining igilik tiklash yo'llarini bilib, men mushuna bir xulosa keldim adash. Berat adash, nayt to'g'ri gap qilding adash. Bu jahonda pul degan hammaga qodir emas. Shu. Lekin bu turmushda pul bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi. Eng muhimi durust yo'lda pul tepish. Eng muhim. To'g'ri. Berat adash, seni mush haqlar Berat mochan, unda ching, bunda giri deydi. Lekin sening mushundaq iqtisodchilik bilan ratlik turmush boshqarganingni men nayt to'g'ri ko'raman. Hozir bizning hukumatimizmi mush isrofchilikqa qarshi chiqyapti adash. To'g'ri. Endi mushu hozirgi jamiyatda xalqlarga oldini qo'yimchilar qo'yilib ketgan yolg'iz salla emas. Nurg'un odamlar bexodchiligidan mush qo'yimchilar qo'yilib ketyapti. Shu. Buni mush vaqtgacha bizning beshimizda nurg'un issiq so'g'oqlar o'tdi. Bizning cho'nglarninki ota-bobomizdan qolgan bunda bir tamsil bor. O'lmagan jonda umid bor degan gap bor. To'g'ri. Shuningga Berat adash, sen bunda beshingni ishingni tiqib bunda o'tirib olmay edi. Nima yiqilgan bo'lsang, shu yerda o'rningda dak turib, buningdan keyin zar nima ishlarni qilsa, nima ishni qilg'in bor, shu planlaringni desam, agar ma'qul ko'rsak, bizmi vaqtdan vaqt kelganda qarab turmaymiz adash. Rahmat adash. Qodir og'aynam intay to'g'ri gap qildi juma adash. Rost gapni qilsam, seni ash toshchiga tunishtirib qo'yib, intay pushman qildim. O'z vaqtida tosh elishingga qat'iy yo'l qo'ymagan bo'lsam, bu mush ishlar yuz bermaydi. Hey adash, meni kechir.
ishlar bundan bo'lib ketmaydi juma. O'ngilib ketadi adash. To'g'ri. Adash, senmi unda deb ketma. Bu ishda senmi ayblik emas. Sening niyatingmi shu? Menga yaxshi bo'lsin demoqchi bu. Shu. Lekin bak aldiraqsizlik qilib qopdimi? Mirsiyit degan eli qo'ymichi da'vo qaraganda cho'qim ish kirib ketdi. Uning bu Shinjongda turishi mumkin emas. O cho'qim bu qo'lga tushdi. Qonun tarafdan bo'lamdi yoki o'zimiz bo'lsa uni cho'qim topamiz. Agar biz hozir ishga yurib uni izlaymiz, topamiz desak, xuddi ma dengizning ichida jig'iniz degandek ish bo'lib qoldi. To'g'ri. Shuning uchun biz hozir ma ishlarni qo'yib turib, buningdan keyin nima ish qilamiz? Zodi nima ishni qilmoqchi shuni bir o'ylasak. Meningcha bo'lsa sen azroq mablag' silib, biror ishning beshini yangidan bir ishni tutib baqsan qanday bo'larki adash. Endi bugun yana o'zimning oilasida ko'rib, meni yo'qlab, mushna chiroyli, yaxshi gaplarni qilib, menga tasalli berganingizga ko'p rahmat aytaman adash. Qiziq bir choy ichib turaylik. Men ayolning keldigan vaqti bo'lib qoldi. Kasb eshikdan sen qo'rsa, meningdagi qolgan gaplarimizni yana aldirmay deyishman adash. Bu gaplarni qilma. Yaqin Allohlar degan bir-birimizga rahmat ketmaydi. Hammamizning beshi kun tushganda bir-birimizga asqatishimiz kerak. To'g'ri. Shuningga bu ayollarning bolalarning chiroyli qaynopani yo'qlab ketibdi. Endi ularni avarqigacha kechida shunday yaxshi oshxonalar, yaxshi restoranlar ishlabdi. Shu yerga chiqib ham o'tirib kirmaylimi? Qilmaymi adash? Mana qilib bir yaqin onda yana ochsadigina. Aqlli bo'lmasa peshiq chiqib bunday Yo'q adash. Avar bo'lib u bir meni achiqishi shu achiqdigan yeringga berib o'tolmaylimi? Menga mana Yuraman. Sen mehmon qilsang qo'y. Men qilmadim. Chapan papalarini kiyib. Ma'qul adash. Bak Andelini kegil kiramiz. 巴拉迪克，接下来你打算做点什么？我们想开一个餐厅，但是这个店的租金啊太贵了。餐饮是比较辛苦的，况且你们两口子年纪也大了，又不懂技术，万一你这个餐厅开了一半赔了，你说怎么办嘛？这些嘛，我们就想到了。我想做一个特别的饭。这个还是这个租金嘛。哎，巴拉西大哥，你说的那个特别的饭是什么饭？我们就是想开个面肺子馆。对。哟，郭丽姐，你还会做面肺子啊？厉害！是这样的。我有一个表妹。她那个面肺做的嘛很好吃。她以前嘛一家餐厅工作，那个餐厅嘛已经停下来了。如果我们开那个店的话，我把她招过来都可以。对。我们家老头子平时特别爱吃面肺子，在家里做别的饭他从不进厨房，做面肺子二话没有的一直帮助我。挺好。看样子你们心里也有数了，也商量好了。商量嘛，商量好了，不过还是资金问题。确实。巴拉迪克，顾丽姐，我们社区啊，干部都开了个会。现在啊，社区研究决定啊，有一个蒙面房好久没开了。50平方，正好适合你们做餐厅，你们觉得呢？书记啊，50个平方的话，还是挺大的。那样的话，那个租金多少啊？我们嘛，比那个小的门面房都租不起了。如果我说啊，这个门面房3年不收房租，你们还开不开？书记，是真的吗？哎呀，刘书记，你虽然这么说，那房东肯定不愿意了。你看，我早就给你们安排好了，这门面房不收租金。我们社区的干部说，你们呀最适合干这个门面房了。
书记，我现在做梦吗？还是真的？我现在不敢相信自己的耳朵了。你不是在做梦啊，巴勒斯大哥！我还有一个好消息要告诉你们，你们开店不是需要厨师证吗？我们可以给你们安排一个专业的学校，为你们免费培训。还有，你们要是找服务员或者是大厨师的话，我们也会帮你们找专业人士。多好！谢谢李主任，谢谢刘书记。哎呀，我们遇到了困难，是你们帮助了我们。谢谢你们对我们的好。哎，你看，巴拉提哥，这都是党和政府的惠民政策好，我们才能帮到你们呀。除了这个门面房，你们还有什么其他困难？书记，可以的话，我们能贷款吗？我们就想贷个10万块钱。这个啊，你们也不用愁，我们已经替你们想好了，我们会联系相关的部门为你们办无息贷款。哎呀，太好了，太好了！谢谢。好，太好了。这样，一会儿把钥匙给你们。你们呢，看明天嘛都会有时间，赶紧去准备一下啊！哎呀，到时候好好干啊！好的，太感谢你了啊！好的，谢谢。太感谢了。走，跟我去拿钥匙。好。哎。Az kaldı. Ayağına koyalım, orunduklarını sıkıp. İçigirek koyuluk ya, içigirek koyulu. Ya, onşayımız. Barat adaş. Oy. Qandarak ağalın yaxşıma? Darabıda salamet bu. Qandarak aşqananın işini tutub qo'yatam da. Ha, şu adaş mana mushunchalik qilib oldik endi. Obdan boshqa adaş yaxshi qolsin. O'tirib paranglashib Baba. Ayaqqa. Shukr adaş. O'tiramiz adaş. Mana ayaqqa. O'tir adaş, o'tir. Qanday ahvol, yaxshimi? Yaxshi adaş. Hali obdan aytib bo'lsa. Barat adaş. Bunda gap adaş. Ma o az bo'lsa-mu erkechkimizning sanga qilgan azroq bekon emas. Bu pulni sanga qarz berib turdik. Qaytiraman deb avorma adashma. Bundan keyin oshxonangga qanday bir narsa kerak bo'lib qolsa, biz bor adaş. Ag'inglar. Manda qilsanglar, men xijilib qolaman. Ilmo doktorxonada yotgan vaqtimda nurg'un pul xajlab yo'q qildinglar. Ma pulni o'zinglar qilsin. Rahmat adash. Unda gapni qilmay ala adash. Mushunda vaqtida asqatmagan alag'in degil bo'lamda. Ala adaş. Azroq bo'lsin ko'nglimiz. Mening hech qanday narsam qolmadimki desam, birangdek oltinga tegishkisiz og'aylarim bor ekan emasmi? Bo'pti. Ma pulni alay. Lekin pul topganda cho'qim qaytarayman. Qaytiraman degan gapni qilma adash. Mening hech narsam qolmadi deganing nima deganing bu? Partiya, hukumat, mush yurtchilar sanga ko'pdan ko'p yordamlarni qilyotidi. Yana yetishmamga yerlaring bo'lsa, mana bizdagi alag'alaring bor. Xotirjam bo'la adash. Yana oltinga tegishkisiz ayoling, bolalaring bor. Boshqa xiyollarni bo'lma adash. To'g'ri. Rahmat adash, rahmat. Hozircha rahmat deb turay. Bo'ldi adash. Bizning azroq ishimiz bor, biz mang'ashtirlar. Agar atugan mush oshxonangga qanday bir ishlar lozim bo'lib qilib, biz yordam qiladigan ishlar bo'lsa, aytildi. Mashina bo'lgandan keyin shaqqida kelib, har qanday ishlar bo'lsa, qulimiz ko'ksimizda adashma. Ag'inglar, aldırmay birden oturalım. Çayım boz demle. Rahmet. Ma'qul. Keyin avval ishimiz nima adash? Ma'qul. Salomat bo'ling. Ma'qul. Anda olsa bugunchi rahmat deb turay. Bo'ldi. Keyin kelamiz adash. Rahmat. Ma'qul. Keyin kelamiz yana. Ma'qul. Ma'qul. Bağdınlı mı? Ma'qul adash. Ma'qul. Ma'qul adash. Ma'qul. Salomat bo'ling. Biz ham kelamiz adash. Bo'ldi. Ma'qul. Mana.
eshikni oyog'iga aytdi.各位亲朋好友，今天呀是巴哈尔免费店开张的第一天，是个大喜的日子，欢迎你们的光临，大家多多的支持，多多的宣传巴哈尔免费店。以前大伙儿都说，这个吝啬的巴拉爹，抠门的巴拉爹啊，但是今天啊，大家敞开肚子吃，巴拉皮哥全部免单。接下来，巴拉皮哥要发表开店感言，欢迎。哎呀，我这个人嘛，就是不会说话。哎，老婆子，你说吧。好，我首先感谢党和政府，还得感谢刘书记。我特别的感谢两位好朋友，帮了不少的忙，感谢，谢谢大家。我呢还有个建议，什么建议？现在呀，党和政府需要我们做共同进步、共同繁荣的新时代人民。哎呀，我觉得你这个帽子呀有点旧了，巴拉皮哥。这个帽子以后不戴了，我们说好不好？哎呀，刘书记，我已经习惯了嘛。行，不戴就不戴了。哎呀！你看这个帽子一起掉了，又帅又年轻了啊，刘书记。小伙子一样啊！öpküsü ne çıkın lan?对，来，Köpek bugün öpküsü bikarlık mı bikarlık? 免费。真不错。哎，筷子，巴拉皮哥，来，吃吧。吃。我说不喝干。来，好，来，我来干我。没关系，一会儿。Keldim uzak değil, ben aslida qaddirus baram. Zo'r ko'lamda xarida mulozimati xodimi qabul qilinadi. Shenjang Aldo shirkatining qurg'uvchisi Yosinjon Keram uzun yil tadqiq qilish orqali oyatliq oziqligini ijod qilib, el sog'lomligiga zo'r to'hfalarni qo'shib kelgan edi. Bu qitim uning bu texnikasi Markaziy televiziya stansiyasida tanishtirilib,